agar davleniyangiz bo'lsa, ham sahringiz bo'lsa, ham quvvatingiz past bo'lsa, sal narsaga charchab qansillab qoladi-ku insonlar. O'sha insonlarga tezda yuborib qo'ying. Ey baraka topkunlar, tekin maslahat, foydali video. Bozorga borasiz, xo'p deb, baraka topkur. Mana shunday shvitni urug'idan olib kelasiz, bir hovuch. 10 kunga yetadi sizga, xudo xolasa. Choyni o'rniga shuni damlab ichib turing. Ko'p emas, ertalab yarim stakan och qoringa 20 minut zavtrikdan oldin, kechqurun ujundan oldin yarim stakan och qoringa. 10 kun iching, 10 kundan keyin menga rahmat aytasiz. Bir inson o'zini oilasi shunaqa ham sahr, ham davlenasi bor ekan. O'sha inson menga Xudoni zorini qilyaptiki, mana shuni ayt, insonlar ichsin. Zarari yo'q, ey baraka topkur. Agar biron joyingizga zarar bo'lsa, allergiya toshadi, ichmaysiz, qo'yasiz. Shundan 10 kun ichib yuring, Xudo xohlasa davleningiz ham tushadi, sahringiz ham tushadi, ham mana u urug'da ichidan chiqayotgan gaz sizga kuch-quvvat beradi. Erkaklar, ayollar, quvvati pastlar, ichib yuring shundan. Hech qayeringizga ziyoni yo'q, jigaringizga, o'tingizga 10 kun iching, o'zi 2 kun, 3 kunda rezultatini ko'rsatadi. Hidi, приятный shvit hidi, ta'mi shvit ta'mi. Lekin organizmingiz uchun juda katta foydasi bor. Menga o'sha inson iltimos insonlarga